Yig'lama ona serialida o'ziga xos xarakter sohibi, Alevni chin qalbdan yaxshi ko'radigan, har qanday mushkul vaziyatda uni qo'llashga urinadigan Ali Osman rolini taniqli turk aktyori Selim Bayraktar gavdalantirdi. Selim Bayraktar 1975-yil 17-iyunda Iroqning Kirkuk shahrida tug'ildi. Uning otasi yirik neft kompaniyasida ishlardi. Onasi uy bekasi. Selim va opasini tarbiya qilardi. Bo'lajak aktyor Kirkuk o'rta maktabida tahsil oldi. 1987-yilda maktabni tamomlagach, oilasi Iroqda qaltis tus olgan vaziyat tufayli Turkiyaga qarindoshlariga ko'chdi. 1987-yil 12-avgustda Selim 17 yoshida Turkiyaga ko'chib bordi. 4 yil oilasi bilan Eskishehrda yashadi. O'sha yerda maktabni tamomladi. 1991-yilda Selim Antaliyaga ko'chib o'tdi. O'sha yerda aktyorlik bilan shug'ullanishga qaror qildi. So'ng Anqara davlat konservatoriyasining teatr fakultetiga o'qishga kirib, 2000-yilda ta'lim dargohini bitirdi. U paytda Turkiyada kasb bo'yicha ish topish mushkul edi. Selim ham universitetni tamomlagan ilk kezlari Parij sirkida akrobat yoki illyuziyachi bo'lib ishladi. Sirk jamoasi bilan Yevropaning ko'plab shaharlarida bo'lishga erishdi. 2001-yilda Selim Bayraktar Turkiya qurolli kuchlari safida harbiy xizmatni o'tadi. Vatan oldidagi burchini o'tagandan so'ng aktyor Antaliya va Diyorbakir teatrlarida ishladi. 2006-yilda Selim Bayraktar Agar men bulut bo'lganimda serialida Mahmud Poshoni gavdalantirdi. Selim Bayraktarni mashhur qilgan rol Muhtasham 100 yil tarixiy serialidagi Sulton Sulaymon harami xizmatchisi Sumbul og'a roli bo'ldi. Bu rolga aktyorni deyarli darrov tasdiqlashdi. O'ziga xos jozibasi va mimikasi, imo ishoralari, qahramonining obraziga kira olishi, mos qadam bosishi tufayli u serialdagi eng mashhur va sevimli obrazlardan biriga aylandi. Bu rol uning butun dunyodagi muxlislari safini anchagina kengaytirdi. Sumbul og'ani gavdalantirishimda menga ko'p jihatdan Parij sirkida ishlaganimda o'rganganlarim asqotdi. Masxarabozlar va akrobatlar mimikasini qanday o'zgartirishini bir ko'rsangiz edi. Hayotda Selim sportchilarga xos gavda tuzilishi bilan qahramonidan farq qiladi. U sportga qiziqadi va mashg'ulot paytida tushgan suratlarini tez-tez e'lon qilib turadi. Muhtasham 100 yil serialidagi rolidan so'ng aktyor ekranda ko'proq ko'rina boshladi. Orasida Qizil, romantik komediya 2, Vazirning barmog'i va boshqa filmlarda o'ynadi. 2021-yilda Afsona serialining namoyishi boshlandi. Bayraktar unda samoviy qirollik hukmdori Alpuxon obrazini yaratdi. Aktyorning yangi qiyofasi tomoshabinlarni hayratga soldi. Unda avvalgi Sumbul og'adan asar ham qolmagandi. Selim Bayraktarning shaxsiy hayoti haqida ma'lumot kam. 2004-yilda u bo'lajak rafiqasi Bixter bilan tanishdi. Ayol musiqachi bo'lib, davlat filarmoniyasida ishlardi. 2005-yilda ular turmush qurishdi va 2009-yilgacha birga yashashdi. Ularning ajrashishi barcha uchun kutilmagan hodisa bo'ldi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ajrimning sababi Selimning aktrisa Emil Karakese bilan tanishib, o'rtalarida ishqiy munosabatlar boshlangani bo'ldi. 2023-yilda nihoyat Selim Emilga uylandi. So'nggi yillar Bayraktar uchun ijodiy jihatdan qizg'in bo'ldi. Unga yangi loyihalardan rollar taklif qilishyapti. Ammo ko'pincha bular ikkinchi darajali rollar bo'ladi. Aktyorning oxirgi ishlari orasida Merosxo'rlar, Ishq yig'latadi, Zumrad Qaqnus, Yovvoyi narsalar kabi loyihalar bor.